Bugun biz boks tarixidagi eng ko'p jang o'tkazgan va g'alaba qozongan 5 bokschi haqida gaplashamiz. 5-o'rin Sugar Ray Robinson. U 1921-yilda tug'ilgan va 1940-yillardan 1965-yillargacha ringda bo'lgan. U yarim o'rta vazn va o'rta vazn toifalarida jang qilgan. Rekordi 201 ta jang, 174 ta g'alaba, 19 ta mag'lubiyat va 109 ta nokaut. U ringda san'at yaratgan, zarbalarini musiqadek his qilar. Raqiblar esa u bilan jang qilishdan qo'rqar edi. Muhammad Ali aynan undan ilhom olgan va Sugar Ray men bilgan eng mukammal jangchi deb aytgan. 4-o'rin Young Sterling. U 1904-yilda tug'ilgan. Yarim og'ir vazn toifasida jang qilgan. Uning faoliyati 1921-yildan boshlangan va u atigi 28 yoshida avtohalokatda vafot etganiga qadar 224 ta g'alaba to'plagan. Sterling o'z zamonasida texnik jihatdan eng mukammal jangchilardan biri edi. U har oyda deyarli 2-3 marta ringga chiqardi. Agar u uzoqroq yashaganida, ehtimol bugungi kunda ham uning rekordlarini hech kim yangilay olmagan bo'lardi. 3-o'rin Will Pep. Will Pep boks tarixida nomini oltin harflar bilan yozgan afsona. U 1922-yilda tug'ilgan va yengil vazn toifasida jang qilgan. Uning rekordi 229 ta g'alaba, 11 ta mag'lubiyat, 1 durang. Uning eng mashhur fazilati himoyadagi san'at. U raqib zarbalaridan shu qadar mohirlik bilan qochardiki, ba'zida hakamlar Pep go'yo havoda raqsga tushayotgandek deb yozishgan. Guinness rekordlari kitobi uni eng ko'p g'alaba qozongan amerikalik bokschi deb e'tirof etgan. 2-o'rin Billy Bird. 1899-yilda tug'ilgan va yarim o'rta vazn toifasida jang qilgan. Uning rekordi 260 ta g'alaba, 73 ta mag'lubiyat, 20 ta durang. U 1920-yillardan 1940-yillargacha faol bo'lgan. Bird o'z davrining eng faol jangchilaridan biri bo'lib, Londonning eng kuchli chap qo'li deb atalgan. Uning uslubi sodda, lekin halokatli edi. Raqibini bosim ostida to'xtovsiz zarbalar bilan sindirardi. 1-o'rin Len Vikver. Len Vikver tarixdagi eng ko'p g'alaba qozongan bokschi. U 1911-yilda Angliyada tug'ilgan va 1928-yilda professional ringga chiqqan. Uning rekordlari shunchaki hayratlanarli. 470 ta professional jang, shundan 340 tasi g'alaba. U asosan yengil vazn toifasida jang qilgan. Vikverning davrida sportda himoya shlemlari yo'q edi. Tibbiy yordam sust edi, ammo u har hafta deyarli jang qilgan. U 1947-yilgacha ringda bo'lgan va Iron Man of Leicester nomi bilan tanilgan.